Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Aziz kanalim muxlislari, YouTube qatnashchilariga, sizlarga bugun ro'zadorlarga haqida atalgan eshitishimni o'qib bermoqchiman. Ro'zani mahkam tut. Nafsing sabringdan ustun turmasin. Ro'zada o'zing tasavvur qilmagan katta savob ajrlarga ega bo'lasan. Faqat oshqozon ro'za tutmasin. Ko'zing nomahrumdan, xayoling isyondan, zaboning g'iybatdan, oyog'ing esa zulmdan tiyilsin. Ular ham ro'za tutsin. Aks holda Ramazonda topgan ochlik bo'ladi. Islomda mushuk boqish sunnat deyiladi. Ammo suvga teginsa u makruhdir. Namozda u aslo namozga xalaqit qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, ro'za va Qur'on ikkalasi qiyomatda senga shafoat qilar. 5 joyda kulish nojoiz. Janozada, qabristonda, azon aytib turganda, Qur'on o'qiyotganda va masjidda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, saxovat va ehson ko'p Qur'on o'qish ittiqoqqa kirishdir. Sahobalardan sahardagi 3 ta sunnat. Xurmo yeng, suv iching, tahajjud namozini o'qing. Ramazonda niyat va iftor duosi bo'ladi. Laylatul Qadr surasini o'qish kerak. Gumonlarni kechirib, baraka so'rash kerak. Har doim sotqin yaqiningdan bo'ladi. Sotqin xiyonatkor yaqiningdan chiqadi. G'azab avvalo jinnilik, oxiri esa nadomatdir. Qur'onni yotib o'qimaslik kerak. Yerga yuzib yotib o'qimaslik kerak. Oyoqni chalishtirib o'qimaslik kerak. Dunyo izlab topgan shu bo'ldiki, qabr va 30 metr oqsul. Kim Alloh uchun tilini tiysin? Kim Alloh uchun tilini tiysin? O'lim kelganda Alloh uning albatta tilini kalima shahodatga burib qo'yadi. 3 narsada yaxshi ro'za qabul bo'ladi. Yomon gapdan saqlanish, halol iftor qilish, ro'zani suhdan oldin niyat qilish. 5 mahal namozdan keyin o'qiladigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosi. Allohim, qalbimni o'zgartiruvchi Allohim, dinimga sobit qil, mehribonim. Amin. 3 kasb sizni halokatga olib keladi. Birinchisi, qo'l ochiq, g'aybdan o'zicha da'vo qilish, ribo, bu foiz berish, musiqachilik. 3 ta qiyomat alomati bor. Quyosh g'arbdan chiqadi, mag'ribdan, mashriqdan, yer ostida dabbatul arz chiqadi va Isroil alayhissalom chaladi. Yomonlik asosi 3 ta. Yomonlik asosi 3 ta. Hasad, hirs va dunyoga mehr qo'yishdir. Yomonlik shoxobchasi 6 ta. Uyqushi, boshliq bo'lishni istash, to'qliqni istash, maqtanishni istash va rohatni istash. Faxrni yaxshi ko'rish, faxrli bo'lish. Eng afzali shu. Oziq ovqat berish, suv yetkazish, ilm berish va foydali ilm qoldirish. Vaqtni behuda o'tkazish ham 3 ta xatodir. Bitta xatoning bittasi. Uni chaqirib qo'ying. Harom va gumon ishlardan tiyilish. Tavba qilmay
tavba qilmay o'zgaga yordam bermaslik. Vaqtni behuda o'tkazish, harom va gumondan tiyilmaslik, tavba qilmay o'zgaga yordam bermaslik. Hijob haqida bilasizmi? Allohning buyrug'ini bajarish, hayoni saqlashda ishlatiladi. Bu jannatlarga yetaklaydi. Kimga g'am, tashvish va kasallik yetsa, Allohi Robbi la sharika lahu desin. Shu duoni o'qisin, deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 3 ta narsa ro'zani buzishi mumkin. G'iybat qilish yomon so'z, ko'z quloqni haromdan tiymaslik, iftorda va saharlikda ortiqcha ovqat yeb yuborish ham ro'zani buzib qo'yishi mumkin. 4 narsa rizqni gunoh qiladi, to'sadi. Tongdagi uyqu, nafl namozini o'qimaslik va dangasalik, shu bilan birga xiyonat. Yana 3 ta narsa ro'zani buzadi. Qasddan qusish, jinsiy yaqinlik, hayz ko'rish, nifos ko'rish. Uzoq umr ko'rishni o'ylamang. Zulm haqida ham o'ylamang. Kambag'allik haqida ham o'ylamang. Allohdan qo'rqgan kishi ko'zi yoshga to'lib yig'lash emas. Allohdan qo'rqgan kishi nafsini to'sib haromdan hazar qilgan kishidir. Otangga quloq solib, dunyo mohiyatini, haqiqatini anglagin. Onangning duosini olib, dunyo tashvish zahmatidan o'zingni saqlagin. Allohga shukr qiling. Har qanday qadamni oldinga yurgan kichik qadamdan boshlanadi. Har qanday qadam oldinga yurgan kichik qadamdan boshlanadi. Uni arzimas dema. Har daraxt avval ham urug'dan unib chiqqani kabi. Ulkan ishlarning avvali fikrlash, kengash qilish, jamoat bilan maslahat qilish. Jannatga kiruvchilar, Qur'on o'quvchilar, tilini saqlovchilar, oshlarni so'ydiruvchilar, Ramazonda ro'za tutuvchilar. Ularni jannat kutib turadi. Birovni bosim qilib kuchli bo'lib ovozingni o'chirdim demagin. U Alloh uchun seni Allohga topshirib qo'ygan. Xudoga solim deb. Alloh seni yaxshi ko'rsa, 5 vaqt namozni senga o'qishni qo'yadi, bo'yningga buyuradi. 3 narsani insonni kuzatadi. Yuqoridan Alloh kuzatadi, ichingda vijdon kuzatadi va tashqaridan odamlar kuzatadi. Anemiyaga asal davo, bel og'rig'iga isnab davo, yurakni kuchli qiladigan olmadir. Sizlik yo'llarini yaxshilovchi esa nima deydi o'zimizda? Shivit, ukropdir. Bo'g'inlaring og'risa mayzi. Erkak erkakligini unutganda ayol erkaklashadi. Jonzot insonlar, shunday insonlar borki, yuragida qolasan, lekin hayotida birga bo'la olmaysan. Ramazon boshi rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri esa do'zaxdan saqlanishdir. La ilaha illallohni ko'p o'qish. Chin qalbdan istig'for aytish. Haqsorlik bilan, muhtojlik bilan jannatni so'rash. Yig'lab do'zaxdan panoh so'rash. Alloh rahmati bizga do'zaxdan ozod qil deb aytish. Kambag'allik xunuk ish emas. Chunki bunga Allohga daxli yo'q buni. Kambag'allik xunuk ish emas. Chunki bunga aybga daxli yo'q buni. Lekin buzuq til, yomon axloq albatta bu jahannamga boshlaydi. Alloh yaxshi niyat qilganlar ahvolini juda ham yaxshi qiladi.
Shuning uchun faqat yaxshi niyat qiling, yomon niyat qilmang. Yomon niyat qilsangiz yomonga qarab ketadi, yaxshi niyat qilsangiz yaxshiga boshlaydi Alloh. Ayolning vatani yoridir. Faqat u vatanning masjidi bo'ladi. Ayolning vatani yoridir. Faqat bu o'ldi. Ayolning vatani yoridir. Faqat vatanning ichida masjidi bo'ladi. Ayol o'z sabri bilan ularni albatta qo'riqlashi kerak. Ayrilmasin ulardan. Kam gapirgan da albatta ruhan kuchli odam. Ko'p kulgan odamning ichida yolg'izlik bor. O'ziga ishonchi yo'q odam yolg'on aytadi. Birovni mag'lub etmoqchi bo'lsang, albatta unga husnbuzarlik bilan mashg'ul qil uni. Muomala qil. Bu yolg'onchi dunyoda o'likdan jon, gadodan sadaqa so'ramaydi. Namoz nafsni davolaydi. Alloh kalamini yoki Qur'onni o'qish esa qalbni davolaydi. Sadaqa esa mol dunyoga bo'lgan mehrni davolaydi. Zikr g'am esa tashvishni davolaydi. Goho odamzoddan uzoqlashgim keladi. Undan bezganim uchun faqat rohat olishim uchun. Sir bo'lay desang, doim ham siringni birovga aytma. Rejalaringni aytib o'tirma. Istig'for ayt. Gunohlardan qutulasan. 3 narsa qabr azobini og'irlashtiradi. G'iybat qilish, najosatdan poklanmaslik va namozni tark etish. Ro'zada Qur'on tilovat bilan Qur'on tilovat qilish, gumonlardan uzoq bo'lish, istig'for aytish, solih insonlar bilan suhbat qilish yaxshi. Asabni g'azab bilan yengadi, yurakni asab bilan yengadi. Asabni g'azab buzadi, yurakni asab buzadi. Odamni esa mansab buzadi. Birovning uyida bo'lsang, ko'zingni har yoqqa alanglatma. Taomning oldida yutoqib taomga qo'l uzatma. Sadaqa sharafdir. Yesang ham ibodat, yemasang ham ibodat, uxlasang ham ibodat, yotsang ham ibodat, tursang ham ibodat. O'limni eslash, tavbaga shoshilish, qalbda qanoat bo'lish va ibodatda bo'lish, faollik juda ham yaxshi narsa. Tongga yaqin og'iz yopish, erta turib og'iz ochish juda noto'g'ri narsa bu. Ro'za buzilib qolishi mumkin. Taraqqiyot asosi din ustuni birinchi qanoti bo'lsa, taraqqiyot asosi. Ikkinchi usuli dunyoviy ilm. Buni 1400 yil oldin Muhammad payg'ambarimiz ham aytib ketgan. Ilm Chinda, ya'ni Xitoyda deb. Tarbiyasiz inson bilan tarbiyali inson hech qachon teng emas. Uch narsani unutma. O'limdan qutulishni unutma. Bu dunyoda rohat yo'q.
ölümden kurtuluş yok. Bu dünyada rahatı yok. Adamlar gapidan kurtuluş yok. Baxt bu her bir insana verilgen baxtdır. Her bir insan baxtlı yaşashga haqlidir. Lekin saadet degani şu baxt uchun kurashish, mehnat qilishdir. To'rt narsaning kami ham ko'pdir. Olovning kami ham ko'pdir, qarzning kami ham ko'pdir, bemorlikning kami ham ko'pdir, dushmanlikning kami ham ko'pdir. Bu dünyada sizin yaxshiligingiz va yaxshi tarbiyangizdan yaxshi narsa yo'qdir. Bu dünyada sizin yaxshiligingiz va yaxshi tarbiya bergan bolangizdan boshqa hech narsa yo'qdir. Odamlarni boy uchun hurmat qilmang. Kambag'allik uchun odamlarni boy uchun hurmat qilib, kambag'allik uchun hurmat qilmaslik noto'g'ri. Ularni yerga urish ham, kamsitish ham bu shaytonning ishi. Robbim, men o'zimga zulm qildim. Gunohkorman. Robbim meni doim mag'firat qil deb aytib yurmak kerak ekan. Rahbarlar xalqqa xizmatchidir. Ular xalqqa hukmron emas. Ota-ona yuziga doim kulib qarab, tabassum qilib, ularning xizmatini qilish kerak. Ular uchun hech qachon mashina berish, sovg'a salom berish shart emas. Ular bilan qancha bo'lsa ham o'tirib, hamsuhbat bo'lib, ko'nglini ovlashdir. 4 odam jannatga aniq kiradi. Qur'on o'qigan odam, tilini saqlovchi so'zlardan, ochlarini to'ydiruvchi, Ramazon ro'zasini tutuvchi. Azizlarim, shu bilan shu ro'zalarga atilgan eshitishimiz tugadi. Xayr, omon bo'linglar.